Farzandingiz yozda basseynlarda, suvlarda cho'milib, tez-tez yozilib qo'yyaptimi? Endi yurishga harakat boshlagan farzandingizga oyog'iga quvvat bo'ladigan, qovuqda shamollashlarni oladigan bu shifoli malhamni 18 yil oldin qizimga massaj qilgan massajistkamiz o'rgatganlar. Bu sayqallangan varianti. Qo'chqor dumbasini kesib, jizza holatiga kelguncha qovuramiz. Jizzalarni yog'dan sidirib olib qo'yamiz. Yog'ni tagini o'chirib, yog' issiqligida 1-2 zubchik chesnoni to'g'rab sovuramiz. Qizartirib qovurib olamiz. Olib qo'ygan jizzamizni ustiga tuz sepib, piyozlar bilan yeb olamiz. Yog'imizni sal sovutib, sitidan o'tkazib, yarim choy qoshiq yod, 6-7 dona qalampir munchoq solib, yaxshilab aralashtirib, bir kechaga olib qo'yamiz. Bu malhamdan yurishga harakat boshlagan farzandingizni tizza kosasiga, tizzasini orqasiga, oyoq panjalari, teglari bilan surib, yaxshilab yedirib yoramiz. Yozilib qo'yayotgan bolajonlarga qovug'iga surtamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bolajonlari tez-tez yozilib qo'yayotgan onajonlarga yuborib qo'ying.